Tasavvur qiling, siz har kuni bitta kunni qaytadan yashaysiz. Tanish g'oya, to'g'rimi? Lekin bu boshqa film. Filmning bosh qahramoni shaharlik yigit imtihondan yiqilgach, ota-onasi bilan birgalikda qishloqqa keladi. Odatiy kun, oddiy hayot, lekin bir muammo bor. U har kuni bitta kunni yashaydi va o'sha har kunning oxirida damba portlaydi. U qancha urinmasin, qochib qutula olmaydi. Yana portlash, yana suv toshqini, yana hammasini noldan boshlash. Kimdir bu falokatni yashiryaptimi yoki bu tabiatning ogohlantirishi? Yigit zamon halqasini uzish uchun hayotini xavf ostiga qo'yishga majbur. Qaytadan, Qozog'istonda 2025-yilning eng kutilmagan hit filmi bo'ldi. Birinchi haftaning o'zida 400 million tenge, 3 haftada esa 1 milliard tengadan oshiqroq kassa yig'a oldi. Bu oddiy melodrama emas. Bu Qozog'iston kinosida birinchi katta katastrofa. Time-lap tajribasi, sifatli effektlar, kuchli syujet va hissiyot. Eng asosiysi, hayotda biz qayta boshlashni bilmaydigan kunlar haqida. Shunaqangi kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Kuchli syujet, hissiyot hamda katastrofa sahnalarini yoqtirsangiz, bu filmni albatta tomosha qiling. Agar tushunmagan bo'lsangiz, qaytadan gapiraman.